Obida ayol Rayhona Voliha roziyallohu anha Basraning ko'p ibodat qiluvchilaridan edi. Solih Murriy roziyallohu taoloning zamonida mana bu she'rni yoqasi oldiga yozib olgan edi. She'r: Anta usni va hikmati va sururi qad abal qalb ay yuhibba siwaka ya azizi va hikmati va muradi tala shawqi mata yakuni liqaka laysa sulali minal jinani naimun g'ayra anni uridu an alqaka. Tarjimasi: Sen munisim, hikmatim va sururimsan. Qalbim sendan boshqasini sevishni istamaydi. Ey azizim, hikmatim va muradim, shavqim ado bo'lmas. Qachon diydoringga musharraf bo'laman. Maqsadim jannat ne'matlari emas, faqat seni ko'rmoqni orzu qilaman.